أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد Ötkenki dersinin devamı Mürşidül Muallim'nin ki 4. vazifesi. الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم. Bu ta'lim terbiye hüner kesbininki nihayet jınıçki meselelerden birisi. En yazcural mutaallimu an su'il ahlaqi bi tariqi ta'ridi ma amkan. O'quvchini yomon axloq, badqiliqlardan mumkin qadar yapti gap bilan yo'gab turib to'sish kerak dedi. Hadisha ko'tarib ketmasin demoqchi. At-ta'rid yapti gap, daritmi gap wala yusarrah. Ochiq demay yapti gap bilan to'ssin demoqchi. Va bi tariq ar-rahmat ila bi tariq at-tawbih. Kayib topamalamat qilish orqali emas, mehr shafqat bilan chiroylik to'ssin. فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة. Çünkü uçuk ifadelaş heyvet perdesini yırtıyordu. Ve yurisul cür'ete alel hücumi bil hilaf. Yani karşılap hücum kılışqa cüretini keltirip çıkırdı. Tam tekerleşilen bulap oldu demek. Ve yuheyyicul hirsa alel ısrar. Özünkide çın turuluşqa erismellik ruhine kuzap koydu. Israr yanına özünün karşıda çın turup kat'ilik bilen turuştu. Fa asarru vastakbar istikbara. Hotan padis turuşgan bu. Cahillik bilen. İz qala sallallahu aleyhi ve sellem ve murşidun ve muallim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem murşidde hem muallimde. Bizge şunda degan. Law muni'an nasu an fattil ba'ri lafattuhu. Navada kişiler bir tal tizekni uğlab, parçalaştın. Fatta degan uğlab parçalash. Uğlab parçalashdan to'salgan bo'lsa kishilar, mana tizekni uğlab parchalamang desa, lafattuhu. Albatta uni uğlab parchalagan bo'ladi. Va qalu ma nuhina illa va fihi shay'un. Ular deyishgan bo'ladi, uning cho'qim bir ish bo'lg'achqa bizni to'sdi. Nima ba'zadimi shuni shiddat uni uğlab ishini yerib kirib baqdi deydi. Yani bu hadis bombası mümkün bunda bir hikmetlik söz boğaz gerek. Kullu memnu'un mergub diyendek. Yani bek aciz ya ki yalgan hadis. Davanıken bu başka kişilerin diyen danışmanlarının diyen sözler. Miyadam da hadiste bekettu. Ve yunebbihuke ala hâzâ kıssatu Adem ve Havva. Muşununga Adem ve Havva aleyhimussalam'ınke vakalike dalalet kılıdı olaydı. Yunebbihuke diyen sen saminge sep koydum şu işini mi oldu? Yani hadis demişsek Adem Aleyhisselam'ın vakalikini delil kılsak tahmin yaxşı. Çünkü bu sey vakalik olan için. Ve ma nuhiya anhu. Şu vakalikte Adem Aleyhisselam bilen Havva anımız bir nasiden çeklengendir. Ama fema zekertul kıssata ma'aka litekuna samaran. Ben bu vakalikni sanamdığımda bir hikayesiyle bir mungdaşkandak bulap kalması için tilgilip utamdım ne? Fema zekertu degan nafiya bo'lib qolsa, hikoya so'zlab mungdashqandak bo'lmasinda men u vaqalikni tilg'ilib o'taman. Chunki qarshi tarafga ma'lum unda. Va la ta'kula min hadhihi ash-shajara. Zokin andan yedi. Bal tantabiha biha ala sabil al-ibra. Demak bu bir hikoya so'zlab zirkanni tuzib mungdashqandak bo'lash uchun emas, balki ibrat elish orqali uning agah bo'lishing uchun bu vaqalikni deb o'tamidim. Samaran degan kechida mungdush degan. Va li anna at-ta'rida aydan yumilu an-nufus al-fadilata wal adhan az-zakiyata ila istinbat ma'ani. Yana yapti degan fazilatlik ko'ngillar va zaki aqllar, zehni o'tkir kishilar uning ma'nisini suzib elishga mayl bo'ladi. Yumilu desek, aslında kişilerine, akıllı kişilerine, faziletli kişilerine ma'nisini süzüp elishga mayil qildi deymiz. Fayufidu farahat tafattuni li ma'nahu. Şundan yaptı gap qilsa, aşı yaptı gapning, daritmi gapning ma'nisini tushunganligidan xushallik keltirib chiqirdi deydi. Manda gap qildi, men gapining tegi yetalidan da qo'shildi.
rıgbatan fil ilmi bihi. Onu bilish uchun qiziqib tahmo. Lina'lama anna zalika mimma la ya'zubu anhu fitnatahu. Yani fitna degan ashuningki zekiligi, sezgurligi, demakchi bo'lgan mazmundan jiroqlab ketib qolmadi, bilmay qolmaganligini bizning bilishimiz uchun bu xo'shalab ketadi. Masalan, ustoz yapti gap qilsa, bu talab buni tushundi. Tushungandan keyin ustozning bunda aylantirib degan gapini men tushuna oldim deb, andin ustozningmi mening tushunganligimni ustozmi bilib qoldi deb u tarafdanmi qo'shildi. Ya'ni mening aqlliligimni ustozmi bildi deb u tarafdanmi qo'shildi ekan. Ya'zub degan yag'ib degan ma'no, yoki jiroqlab ketish, g'oyib bo'lish. La ya'zub anhu mithqalu zarra. Alloh taolaning ilmidan zarrasilik narsa jiroqlab qolmaydi. Nima uchun to'y qilmagan er kishini azib deymiz? Chunki ayoldan jiroq. Ha. Ayolmi erdan jiroq bo'lsa azba deymiz. الوظيفة الخامسة أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه. Mutakaffil degan kapolat qiluvchi, ig'uvchi, shu muddisdan chiquvchi degan bo'ldi. Ba'zi bir ilmlarni o'qitib, uning muddisdan chiqadigan kishi, masalan, fiqhlarni o'qitadigan birisi. Yana birisi mantiqlarni o'qitadi. Yana birisi kalamni o'qitadi masalan. Yana birisi arab tilini o'qitadi. Bunda bir ilmni o'qitib muddisdan chiqadigan kishi yanbaghi alla yuqabbiha fi nafsil mutaallimi al-ulum allati wara'ahu. Uningdan boshqa ilmlarni o'quvchiga yomon ko'rsatmaslik kerak. Mesela bu hadis yutilgan bo'lsa, hadisda fiqh deganimiz quruq gap bu. Ya kalom deganimiz quruq gap. Yoki sarf o'qisang foydasiz narsa bu. Oyat hadisni o'rgansak bo'ldi degandek bunda so'zlarni qilib, boshqa ilmlarni sat ko'rsatmaslik kerak dedi. Shunda ishli bo'ldi-ku. Kam muallimul lugha, mesela lug'at, arab tilini o'qitadigan kishi, id'adatuhu taqbihu ilmul fiqh. Fiqh ilmini yomon ko'rsatadigan bir odat bor. Va muallimul fiqh adatuhu taqbihu ilmul hadis va tafsir. Fiqh o'qitadigan o'qituvchining odatida hadis tafsir ilmini sat ko'rsatadigan xuy bor. Va anna zalika naqlun mahdun va sima'. U hadis tafsirga hammasi faqatlam shu oyat hadisni anglab, yodlab, tushunmaylan bunda o'qiydigan ilm bu. Va huwa sha'nul ajaiz. Bu bo'lsa Qarxotullahning şey. Wala nazara lil aqli fi. Unda aql tafakkur qiladigan, aql ishlaydigan bir ish yo'q, shu yodlablam o'tirgan gap deb aytlaydi. Sap. Shu naqldan iborat demakchi. Xilofiyatul mahmuh. Mahda degan gap shu. Wa muallimul kalami yunaffiru anil fiqh. Uni kalam o'qitadigan o'qituvchi fiqhdan nafratlantirdi. Fiqhni yomon ko'rsatgan. Kalam degan tavhid, aqidani unda bas munozara, talash-tortishga aylantirib murakkablashtirib o'tgan ilmdir. Va yaqulu zalika furu'. Bu fiqh degan furu'atdir. Tarmoq masalalar, kichik masalalar. Va huwa kalamun fi haydin niswan. Fiqh degan ayollarning hayzidan gap qiladigan narsa iborat. Nakulat shariada o'qigan bolani biz ulamail hayd va nifas deb qo'ydik. Fa ayna zalika min al-kalam fi sifatir rahman. O ayollarning hayzidan gap qilishida bular. Shuni o'rganadi, shuning ahkamlarini o'rganadi. U nada Rahmanning sifatlari va Alloh taolani qanday ulug'lash, qanday yaqindan tunish ilmi bu nada. Ikkisini selishtirib bo'lmaydi. Bu nada bak fazilatli ilm demakchi. فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب. Mana mushular o'qituvchilarning nachar axloqidan iborat. Buni qilmaslik kerak. بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع للمتعلم طريقة التعلم في غيره. Balki bir ilmni tutib o'rgatib qo'ygan kishi boshqa ilmlarni o'rganishga texmo kam yo'l ichib berish kerak. وإن كان متكفلا بعلوم bir necha ilmni o'rgatadigan bo'lib qolsa, فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة. Bir qancha ilmni o'rgatadigan bo'lsa, ham nahv sarf o'rgatadigan, hem tefsir, hem fıkıh uyutulgan, hem usul fıkıh uyutulgan bolsa, ma martabadan yana bir martabaga da o'rlab tadrijiy menishga kafolat qilish kerak. Gatchida uni tas yuqori fandan boshlab qo'ymaslik kerak. Al-vazifatu sadisa, 6-chi vazifasi an yaqtasira bil mutaallimi ala qadri fahmi.
o'quvchininki tushunishga loyiq dars berib buldi qilish kerak, unda oshirib o'tmaslik. Fala yulqi ilayhi ma la yablughuhu aqluhu fayunaffirahu. Uning aqli yetmaydigan narsani tashlab qo'yib, uni qochirib o'tmaslik kerak. Aw yakhbita alayhi aqlahu. Yoki uning aqlini buzutadigan narsani tashlab qo'ymaslik kerak. Yakhbita alayhi degan buzutdi degan gap. İqtidaan fi zalika bi sayyidil bashari sallallohu alayhi vasallam haythu qala insonlarning hujjati bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergishib mushu masalada yo'l tutish kerak dedi. Rasululloh degan dedi: "Nahnu ma'ashiral anbiya umirna an nunazzila an-nasa manazilahum." Biz payg'ambarlar jamoasi kishilarni o'zlarining loyiq martabalariga tushirib muomala qilishga buyurilgan. Va nukallimahum ala qadri uqulihim. Ularga aqliga loyiq so'z qilishga buyurilgan. Bu hadis baklam ojiz hadis bo'lishi mumkin. Lekin Sahih Buxoriyda Hazrat Ali radhiyallohu anhu degan bir so'z bor. Hazrat Ali hadithun nasa bima ya'rifun. Ular tushunadigan, biladigan shaklda so'z qilgan kishilarga atuhibbuna an yukazziballohu va rasuluhu. Allah va uning rasuli yolg'onga chiqarishni xohlamsizlar. Demak, u tushunmasa, qabul qilmay yolg'on bu gap deb soladigan ish bor. Shunga ko'taradigan shaklda so'z qilinglar. Yani bu mazmun to'g'ri, lekin ma'ashiraning bergan hadis ojiz. Ya yolg'on bo'lishi mumkin. Fal yabutha ilayhi al-haqiqata idza alima annahu yastaqillu bi fahmiha. Bu o'quvchi mushuni tushunadi desa, haqiqatni aynan yetkazib qo'yish kerak. Battargan tarqitish, ilmni tarqitib yetkazish kerak. Wa qala sallallohu alayhi vasallam: "Ma ahadun yuhaddithu qauman bi hadithin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim." Bir kishi ba'zi kishilarga uni aqli yetilmaydigan bir so'zni qilsa, ularning ba'zilariga fitna fasod bo'lib qoldi. Eziklik sabab bo'lishi mumkin. Bu muajira qilish bo'lishi mumkin. Wa qala Ali radhiyallohu anhu ashara ila sadrihi. Hazrat Ali o'zining maydasiga ishora qilib turib bunday degan: "Innaha huna la'uluman jamma." Mana bu yerda nurg'un ilmlar bor. Jamma deganda bizning duo ko'p, nurg'un. In taghfirillahu taghfir jamma. Wa ayyu abdun laka ma alamma. Tuhibbunal jamma. Hubban jamma. Law wajadat laha hamala. Ash ilmni ko'tarib, ilib ma'alaydigan, ko'taradigan kishi bo'lib qolsa, nurg'a ilmli batmaydi. Lekin unda adam yo'q. Unda yo'q bo'lgan ekan, uni so'zlab o'tmayman. Va sadaqa radhiyallohu anhu u haqiqatan ras aytqanda Allohning rozi bo'lsin. Faqulubul abrari quburul asrari. Chunki yaxshilarning dillari sirlarning qabrlaridir. Ya'ni bu sir bo'lib qolsa, uni amonat qo'yib qo'ysin. Mana bir kim demislar bo'lsa, uni shunda chiqamay o'sha bilan saqlab qoldigan tabiati bor yaxshilarning. Al-abrar innal abrara la fi na'im. Wa ma 'inda Allohi khayrun lil abrar. Fala yanbaghi an yufshi al-'alim kulla ma ya'lamu ila kulli ahadin. Shunga alim bildigan narsani hammani udilkaga hamma odamga davjimaslik kerak, ochmaslik kerak. Fasha degan kang qanotaygan afshu salama baynakum. Hada idza ma kana yafhamuhu al-muta'allim wa lam yakun ahlan lil-intifa'i bihi. Bu taqa o'quvchi shuni tushunib, undan foydalanmaydigan bo'lib qolgan ahvolda shunda. Uni davjimsin bo'ldi. Fa kayfa fima la yafhamuhu. Tushundigan lekin undan foydalanmaydigan bo'lsa, demisi bo'ldi. Hamda tushunmaydigan bo'lsa, albatta demaydi unga. Wa qala Isa alayhisalom: "La tu'alliqul jawahira fi a'naqil khanazir." İsa alayhisalom da balki bir danışmanning so'zi bo'lishi mumkin bu. Go'harlarni cho'shqilarningki bo'yallarga esib qo'ymanglar. Suni singa yagisi qo'nglar. Fa innal hikmata khayrun minal jawhar. Hikmat degan go'hardan afzal. Va man karihaha fa huwa sharrun minal khanazir. Hikmatni yomon ko'rgan kishi u cho'shqidanmi betar yomon bo'ldi dedi. Va lidalika qila kil likulli 'abdin bimi'yari 'aqli. Shuning uchun bunda deyildi dedi. Va lidalika qila kil likulli 'abdin bimi'yari 'aqli. Kil degani kamchallab bergin. Har bir bandiga kamchallab bergin bimi'yari 'aqli. Aqliga loyiq o'lchamda dedi. Vazin lahu bimizan fahmi. Uning tushunishining o'lchimida jinglab bergin. Hatta tasluma minhu va yantafi'a bika.
Ajna qilsang, endi sen undan aman qolasan, ziyonkashlikdan saqlana olasan. U mo sendan foydalana oladi. Buni tushunmaydigan narsani deb qo'ysang, bu g'alati gap qilgan odam kim bu? Ya ezib qopti deb qo'yib ketishi mumkin. Va illa waqal inkaru li tafawut al mi'yar. Bo'lmasa o'lcham o'xshash bo'lmaganlik jihatdan ayblanish bo'lib qolishi mumkin. Va su'ila ba'dul ulama an shay'in falam yujib. Ba'zi ulamolar bir narsani so'ralgan chaqda javob bermabdi ekan. Faqala sal so'rg'ichi debto ama sami'ta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala man katama ilman nafi'an jaa yawm al-qiyamati muljaman bilijamin min nar. So'rg'ichi debtam. Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda deganligini anglamaganmi? Kimki foydali bir ilmni yushursa, yushirdikan qiyomat kuni o'tdan yasalgan bir yugan bilan yuganlanadi. Ashunda yugan bilan yuganlanadi degan mushadisni anglamagan bittang debgan faqala. Unda olim debdi, utrikil jam. Bu yuganni tashlab qo'yib turgan. Va zahab yuganni qo'yib yo'langman. Fa in jaa man yafqahu va katamtuhu falyuljimni. Lijamning gapini qo'yapsan, yo'langman. Agar gapimni tushundigan bir odam kelib, mendan endi so'rasa, men ondan unga ilmni deb bermay yushisam, ondan o'chaqda menga yugan taqsin. Hozir sen yugan taqadigan holat emas. Buni javob bermasam bo'ldim. Unda tushunmaydigan odamga javob bermasam. Faqat qalallohu taala va la tusufaha amwalakum. Alloh taala bag'araz dutlarga mal mulkinglarni tutqizmanglar dedi. Shunami? Buzib chasadigan balli olsun, bulg'a pul bermanglar dedi. Tanbihan ala anna hifzal ilmi mimman yufsiduhu va yadurruhu awla. Mush oyat, mush ko'rsatma, mush buyruq nimaga diqqatimizni tortadi bo'lsa, ilmni buzib chasadigan va ilm osi ziyon qiladigan ilm. Bunda kishilardan ilmni ular tutqizmay saqlab qilish texmo loyiq degan ishoratmish. Balkim bu olimninki dasmoyisi mol-mulk shu ilm. Qo'ldagi mol-mulkida shu ilm bo'ldi endi. Demak, bu ilmlarni unda bag'razlikka tutmanglar degan bo'ldi. Tajalli Azimning kitobxonasini taliblari ko'ydirib o'tgan chaqda Tajalli Azim bu eshakliga argiz dars bermayman deb qaydab chiqibdi. Mesela qag'liq to'si gumur ketdi, gumur to'si qag'liq. Tazi ism yo'q. Belki qag'liq to'g'itdi. Qag'liqdir. Kitobxonasi ko'ydirib. Shu chaqdagi ba'zi mansabdorlar ba'zilar bu chiqishmagandan keyin ustoz ba'zi taliblarga, cho'ngroq xalpat taliblarga sen bunda qilsang, seni cho'ng alim ahlim qilma degan chaqda ustozning unisini ko'ydirdi. Ustozning shu mol-mulk endi. وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. Haqli bo'lmagan kishiga berib zulm qilish, haqli bo'lgan kishini bermay to'silib zulm qilishdan tuvan turadigan zulm emas. Mesela bir zakat bo'lsa, ya sadaqa bo'lsa, loyiq emas birsiga bersa bu zulm. Chunki zulm degan vaqt ash-shay'i fi g'ayri mawdi'ihi. Bu bir zulm bo'ldi. Lekin loyiq qilgan bir odamga bermay turasizmi? Bu zulm. Lekin bu bir-biridan qilishmaydigan zulmlar. Anthuru durran bayna sarihatin na'ami. An-na'am, an'am. Na'am degan sharumallar. To'ga, qo'y, kala, o'chkaring. Sariha degan o'tloqqa qo'yib berilgan. Va usarrihkunna sarahan jamila. O'tloqqa qo'yitilgan mal ulag'larning orasiga unchi marvoyat chachamtem anthuru degan chachamani. Anthuru chachamtem durran yani dur uncha marvoyat yaqut degan. Fa usbiha mahzunan bi ra'iyatil ghanami. G'anam degan qo'y. Ra'iyatil g'anam degan shu o'tlaydigan qo'ylar demakchi. Qo'ylarning o'tlaydigini sarihatin na'am deganda. Bu ularning qo'yitilgini deganda. Mana qo'ylarning o'tlaydigini bilan ambada saqlangan bo'lib qolamdi deydi. Bundanda ilm shu qo'y padlar orasida saqlangan bo'lib qolsa bo'lamdi deydi. Yoki ularning yaylab qo'yitilganning orasiga men uncha marvoy chachamtam fa asbaha mahzunan bi ra'iyatil ghanam.
Şuna unchma rivoyat shu qo'ylarning padisi arasida saqlangan bo'lib qolamdi. Li'annahum amsu bijahlin liqadrihi, chunki ular uning qadri qimmatini bilmaydigan bo'lib qilishdi. Fala ana udhi an utawwiqahu al-bahm, yoki buhm bo'lishi mumkin. Al-buhm degan bahima, charpay, ya'ni zuvansiz hayvonotlar degan bo'ldi. Ular qadrini bilmagan ekan, men unda charpaylarning bo'yniga u unchma rivoyatlarni esib qo'ymayman. Utawwiq degan tovuq, taqaq. Yani bo'yniga unda gulakdek esib qo'ymayman demoqchi. Fa in latafallahu latifu bi lutfihi, Alloh taolo o'zining fazl marhamati bilan mehri ko'rsatib qolsa, wasadaftu ahlan lil ulumi va lil hikami, ilm, ma'rifat, hikmat o'gitishga loyiq birisini uchirtib qolsam, natartu mufidan, foydali ilmni men chachiman shu chog'da yeyman. Vastafaddu mawaddatan, ularning do'stligini qo'lga keltiraman. Va illa agar unda bo'lmasa, munosib birisini uchratmasam, fa mahzunun ladayya va muktatami, ilm mening o'zimda saqlangan holatda, yoshiringan holatda turaverdi. Faman manahal juhala ilman adaahu, chunki nadallarga ilm bersa uni zoya qilib etgan bo'ladi. Va man mana'al mustawjibina faqad zalam, ilm o'tish vojib bo'lgan kishilarga o'rgatmay tursa zulm qilgan bo'ldi. Al-vazifatu as-sabi'a, 7-chi vazifasi, annal muta'allimal qasira yanbaghi an yulqiya ilayhi al-jaliyya al-la'iqa bihi. Al-qasir degan inchka masalalarga uni aqliga yetib ketmaydigan yoki eshikchek degan bo'ldi. Eshikchek o'quvchiga o'ziga loyiq bo'lgan ochiq aniq masalalarni o'rgatib, shuni oldi qo'yib berish kerak. Va la yadhkura lahu anna wara'a hadha tadqiqan wa huwa yadkhiru anhu. Uningga buning oqibatida nurg'un jinchki masalalar bor, men buni hozir demidim deb menda gap qilmaydi. Fa inna zalika yufattiru righbatahu fil jali. Unda desa, u kichik o'quvchininki ochiq aniq bo'lgan ilmiy masalalarni o'rganishidagi qiziqishini suslashtirib qo'ydi. Va yushawwishu alayhi qalba, uning dilini, kallasini qo'chitdi deydi. Qaymoqtirib qo'ydi. Va yuhimu ilayhi al-bukhla bihi anhu. Uningga xuddi ba'zi narsalarni o'rgatmay, ba'zi ilmni bermay turgandak xato tushunish keltirib qo'ydi. Yani buning munosabati jiq foydali ilmli bor ekan, lekin ustoz menga deb bermadi buni degandek o'ylab qo'ydi. İz yadunnu kullu ahadin annahu ahlun li kulli ilmin daqiq. Chunki har qanday kishi, aqli kamroq bo'lsin yoki eshikchi bo'lsin, har kim har qanday jinski masalalarni o'rganadigan odamman deb o'ylab qoldi. Fama min ahadin illa wa huwa radin anillahi subhanahu fi kamal aqli. Shuna har kim Alloh taolaning aqlini shunda to'liq qilgan deb Alloh taolaning bergan shu ne'matiga bakrozi. Men to'liq aql berib ekan, har qanday narsani tushunalayman, aqlim yetadi deb o'ylaydi. Va ashadduhum hamaqatan, ularning insonlarningki eng ahmoqi va aqli eng ojizi va afrahuhum bi kamal aqli. Aqlim bak mukammalkan deb xusholab ketgan kishidir. Wa bihada yu'lamu anna man taqayyada min al-awami bi qayd ash-shar'. Mushunlar ma'lum bo'ludiki, avomlardan shariat cheklamasi bilan rioya qilib bo'ldi qilganlar ورسخ في نفس العقائد كوندا العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل. الله تعالى بناس وخش قوماي. الله تعالى سبحانه كاغن آيات hadislarni boshqaga to'lg'imay, salafdan kelgan aqidalarni o'zlashtirib, qalbida, ko'nglida mustahkam o'rnab ketgan kishi va hasunat ma'adalga sariratuhu, shuning bilan birga uning ichki dunyosi yaxshi bo'lgan, vijdonliq, iymonliq bunda kishi bo'lsa, valam yahtamil aqluhu akthar min dalik. Uning aqli, idroki uningdan ortiq narsani ko'tarolmaydigan bo'lib qolsa, fala yanbaghi an yushawwasha alayhi i'tiqadahu. Uning e'tiqodini qo'chib o'tish to'g'ri bo'lmaydi. Bir odam o'zi zulm bo'lgan sababdan kelgan aqidani bilibdi, halol haromni bilibdi. Ani ko'nglimi yaxshi ekan, aqlarni farq qiladigan.
vijdonliq, iymonliq, shunda samimiy kishi ekan. Undan keyin bu namda nəhayət murakkab, bunda kalamning falsafa va kaza jinchki masalalarni buningga o'gitish orqali uning kallasini qaymoq tutmaslik kerak dedi. Bal yanbaghi an yukhalla wa hirfatuhu. Balki o'zining hunarini qilish uchun uni qo'yib berish kerak. Fa innahu law dhukira lahu ta'wilat adh-dhahiri inhalla anhu qaydul awami. Chunki uningga aniq bo'lgan zohir degan nas darajalik emas, uningdan to'g'riroq emas. Ma'nodan mandalik aniq chiqib turgan 90% aniq bo'lgan narsa emas. Ashuni uyan buyan ta'vil qilish masalasi aytilib qolsa, unga o'gitilib qolsa, inhalla anhu qaydul avam. Uningdan avomliq sifati yo'qolib ketib qoldi. Masalan, odatdan da mushunda kishilarga aqarni faqatgan, sog'lom aqidani oddiy bo'lsa-mu o'zlashtirgan, halol haromni bilgan, o'zining yo'lini tepib ketayotgan, sog'lom aqidalik, iymonliq mushunda kishiga Ar-Rahman alal arsh tawa deb buni tushuntirib, izohlab, kallasini qo'yib bo'lmaydi. Buni demavini, u o'zining yo'lida ketaversin. Hunarini qilsin, ishini taraqqiy qildirsin deydi. Unda kallasini qo'yishni qilsak, bu ya olim bo'lib ketmaydi, uni tushunolmaydi. Lekin bu avomlikdan sal mayga chiqib qolib turdim bu. Ilmiy masalalarga cho'kish orqali avomlik sut ko'tarilib ketib, valam yatayassar qayduhu biqaydil xawas. Unanda xawas olimlar qatori qatinmaymiz biz. Avomlikdan chiqardik, lekin olimlar qatori chigizolmay qoldik. Tamam? Undan keyin bu ikkisini o'ttirdi qilib chadaq chiqdi deydi. Fayartafi'u anhu as-sadd alladhi baynahu wa bayna al-ma'asi. Undan keyin uning bilan gunoh ma'siyatlar o'ttirdiki, shu to'saq ko'tarilib ketib qoldi. Wa yanqalibu shaytanan maridan yuhliku nafsahu wa ghayrahu. O'zini va boshqalarni halokatga keltiradigan eski shaytonga o'zgarib qoladi. Bal la yanbaghi an yukhada ma'al awami fi haqa'iq al-ulum ad-daqiqa. Balki bu avamlar bilan billa ilmning kenayat inchki haqiqatlari masalasida to'xtalmaslik lozim. Burun bir qağa burkutning minishini do'rab, burkutchi mama deb shunda urinibdi bu. Bir muddat burkutchi mas tirishmi deb yiqanda, verib bu burkutchi mashni qatti o'rganmabdi. Qamlashtiramabdi. Ular o'zining minishi qaytayimdi. Do'riyammi deb o'zining minishini mangay desa, o'zining minishini unutib qolib, o'zining minishiga ham qaytamaydi. O'tirdi qapti. Shunga o'xshash bularni ilm o'qigan bo'lsa, jinchki masalalarga cho'kib minish kerak. Ilm o'qimaydigan bo'lsa, bu shu joydan to'xtab, dunyoviy tirikchilik bilan boshqa bolalarni tarbiyalash, boshqa yaxshi ishlarga berilib ketgan yaxshi. Shuning uchun Imom G'azalining Iljamul Avam an ilmil kalam degan kitobi bor. Avomlarni kalam ilmini o'rganishdan va shuni bahs qilishdan yugallash, tizginlash degan. Endi hozirgi davrimizda Iljamul Avam an furu'atul ahkam desak bo'ladi. Fiqhning furuat ilmida bahs, munozara, talash-tartib qilishdan avomlarni yugallash lozim. Mesela avomdan bilsa rafiyat to'g'riliq talash-tartib chiqib ketadi. Avomdan bilsa aminni jahr deyish to'g'riliq talash-tartib chiqib ketadi. Ya'ni avomdan bilsa bir olim bilan man taraka salata faqat kafar degan hadisning uyg'ur tarjimasini deb munozirlashadi hozir. Unda o'lib ketdi. Unda Rahman alal arsh tawa masalan. Buni olimlarmi taqa oldirab bahs qilmaydigan bir masala. Avomlar buni bahs qilsa bo'lmaydi. Bal yaqtasiru ma'hum ala ta'lim al-ibadat. Balki ularga ibodatni o'rgatish bilan bo'ldi qiladi. Va ta'lim al-amanati fi as-sana'at allati hum bi sadadiha. Ular qilmoqchi bo'lgan shu hunar kasblarda amonatga xiyonat qilmaslik, amin bo'lash haqida ta'lim berdi deydi. Bi sadadiha degani biz burun o'rgangan. Shu to'g'risida, shu haqda deganman. Va yamla'u qulubahum min ar-raghbati war-rahbati fil jannati wan-nar. Ularning dillarini jannatga qiziqtiradigan, do'zaxdan qo'rqitadigan va'z nasihat bilan to'ldirdi. Kama nataqa bihil Qur'on. Qur'oni Karim degan bo'yicha hadislarda bayon qilgan shaklda shunda va'z nasihat qilsa bo'ldi. Va la yuharriku alayhim shubha. Ularning kallasida bir shubhani paydo harakatlantirib qo'ymaydi. Fa innahu rubbama ta'allaqat shubhatu biqalbi. Chunki u balkamda shubhani anglagandan keyin bu shubha kallasiga kirib qolishi mumkin.
ve ya'suru alayhi halluha. Uni yishib hal qilish unga qiyin bo'lishi mumkin. Fayashqa va yahlik. Shundan bu shu bilan ezib ketib qilib, badbaxt bo'lib ketib, halokatga yuzlanishi mumkin. Fayashqa degan badbaxt bo'lib ketdi. Fatashqa deb Qur'on ekan. Ve bil cümle umuman cevap etsak la yenbaghi an yuftaha lil avami babul bahth. Umuman qilib etsak avamlarga jinski masalalarda ixtisos egalari olimlar o'zaro tadqiq qilgan masalalarning ishini ochmaslik kerak deydi. Bahs danlashni. فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق. Çünkü o jinski masalalarda bahs qilish shu kishilarga, avomlarga maxluqlarning asosi bo'lgan hunar kasblarini bika qiladi deydi. Chunki hunar kasb qilmay bahs munozara chiqadigan gap. Va davomu ayshil xawas, shu hunar kasblarmi xawas degan olimlar, ixtisoslik ulamolar demoqchi. Shu olimlarning turmushining davomlashishining asosi bo'lgan hunar kasblarni to'xtatib qo'ydi. Mesela dehqonlar olsa bu dehqonlarni yatirib, ziraat bilan shug'ullanmay bahs munozara chiqadi. Yog'ochchi, tamchi, navoiylimi bahs munozara chiqib ketib, ishlar to'xtab qoladi. Al-vazifatu thamina 8-chi vazifa ay yakuna al-muallimu amilan bi'ilmi. O'qituvchi o'zining ilmiga amal qiladigan bo'lish kerak. Fala yukazzibu qawluhu fi'luhu. Ilmiga amal qiladigan bo'lib uning so'zi qilgan harakatini yolg'onga chiqarmaslik kerak. Li'annal ilma yudraku bil basair. Chunki ilm ma'rifat degan aql basirat bilan bilinadigan narsa. Wal amalu yudraku bil absar. Harakat degan ko'z bilan bilinadigan narsa. Wa arbabul absari akthar. Hamda dili ko'radigan emas, ko'zi ko'radigan kishilar dili ko'radiganlardan jiqroq deydi. Fa iza khalafa al amalul ilma muni'ar rushdu. Unda bo'lg'achqa agar sharkat ilmga xilof bo'lib qolsa, to'g'ri yo'l cheklanib qoldi deydi. Rushd degan to'g'ri yo'l. Va kullu man tanawala shay'an va qala lin-nas la tatanawaluhu fa innahu summun muhlik. Qanday bir kishi bir narsani elib boshqalarga uni hargiz olmanglar, bu halokatga opiradigan zahar deb qolsa, sakhiran nasu bihi wattahamuhu. Kishilar uni masxara qilib qarchaqlaydi. Vajada harsuhum ala ma nuhu anhu. Cheklangan ashinasiga texim qiziqib, resmanlikka ishib ketadi ularning. Nima ish qilib bizni to'sab qo'ygan cho'qim bunning bir ishi bor. Fayaquluna lawla annahu atyabul ashya'i wa aladduha lama kana yasta'thiru bihi. Bizni cheklagan narsa shay'larning eng obdina va eng lazzatliki bo'lmagan bo'lsa-da, u o'zlam unga erishib bizni to'sab qo'ymagan bo'ladi. Yasta'thir degan o'ziga saqlanmagan bo'ladi. Va masalul muallimil murshidi minal mustarshidin. Yetaklovchi o'qituvchininki o'quvchiga bo'lgan munosabatidagi misoli shuki, masalun naqshi min at-tin. U nimaga o'xshaydi desa, laydagi naqshga o'xshash. Va zilli min al-ud. Tayoq bilan soyga o'xshash uning misoli. Fa kayfa yantaqishu at-tin bima la naqsha fihi. Masalan, layga unda bir narsa naqsh qilmoqchi bo'ldik masalan. Tamg'as qandak, iz chiqarmoqchi bo'lsak, o'zida naqsh bo'lmagan bir narsani, siliq bir narsani bassak, uni qanday naqsh chiqadi? O'zida bir naqsh bo'lsa-da, masalan, tamg'ini naqsh qilib qo'ygandan keyin bassak, uni naqsh chiqadi. O'zida naqsh bo'lmagan, o siliq narsani bassak, siliq chiqadi. Naqsh chiqmaydi. Ya'ni lay naqshlanmagan narsani bassak, uningga naqshlanmaydi. Va matastawa dhillu wal 'udu a'waju. Agar tayoq egri bo'lsa, sayisi qanday olib tuz chiqib qoladi uni. Validalika qila fil ma'na, shunga shu mazmunda bunda deyilgan. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Bu Abul Asad ad-Du'alining she'ri. Boshqalarga mansub qilingan, lekin mashhurroqi Abul Asad ad-Du'aliningki she'rlardir. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Yodlab kirishda. Yaman axloqning o'zini qiygan holatda uningdan to'smalik. Misha va mishada nima? Va'ul ma'iyya yoki va'ul jam'. Va'ul jam' deymiz o'shin. Yoki va'ul ma'iyya deymiz.
o'zing o'xshishini qilib turgan holatda shu axloqdan to'smagan. Arun alayka idza fa'alta. Shuna qilib qolsang, bu sana ig'ir numus bo'ladi. Satturga eshitmoqchi. Va ta'tiya deganda shuna mansub bi an mudmara deymiz. Va an ta'tiya degandik. Anva mishadi. Chunki avval jama' nimadan keyin keldi? Nahiydan keyin keldi. Va qala Alloh taala atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Yani o'zingni tuqqan holatda boshqalarni yaxshilik buyuramsizlar. Ya o'zingni qilib buyursanglar bo'ldi. Lekin o'zingni qilmay turib buyursanglar bo'lmaydi demoqchi. Walida kana wizrul alimi fi ma'asihi akbara min wizril jahil. Shunga alimninki qilgan gunohlari jahilning qilgan gunohlaridan cho'ngroq bo'ldi deydi. O'xshash gunoh qilsa alimninki gunohi ig'roq deydi. İz yazullu bizallatihi alamun kathirun. Chunki uning xatoligi bilan, uning gunohi bilan zalla degan nimasi? Teyilib ketishi. Uning teyilib ketishi, xatolik, gunohi bilan nurg'un kishilar xatolashib ketadi. Va yaqtaduna bi, uni ulgi qilib, uni do'raydiganlar chiqadi. Uni ayishib ketadiganlar chiqadi. Faloni bunda qilgan-go deb. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. Kimiki yaman bir sunnatni yo'l qo'ysa, uningga ashun qilganning gunohi bo'ldi va boshqa amal qilgan kishilarning gunohi bo'ladi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Xuddi Qur'on karimda va la yahmilunna athqalahum va athqalan ma'a athqalihim. Walidhalika qala Ali radhiyallohu anhu qasama dhahri rajulan. Mening bilimni ikki kishi sundiribdi. Meni ikki turli kishi aloq qilibdi. Yani biyaram qildi, ha? Alimun mutahattik, tahattaka degan o'zini rasvo qilayotgan edi. O'zini rasvo qilayotgan alim. Ya'ni o'zining pardasini o'zi yechayotgan degan. O'zini rasvo qilayotgan alim. Va jahilun mutanassik. Ya'ni ibodatkuy bo'lib olgan qaraqo'saq, nadan. Ular qancha ibodat qilsa-mu, bilim bo'lmagan ekan, bo'ldi. Bu aqida bilmagan shaytonga aldir. Agar 1000 yil ibodat qilsa, yeldir deganki, bu yel bo'lib qoldi. Chunki ibodat uchunmi bilim lozim. Mutanassik degan ibodatkuy bo'lib olgan. Qul inna salati va nusuki deganda biz nusuki deganda ibodatlarim dedik. Yoki mening qurbonliklarim degan bo'ldi-ku. Qurbonliklarim bo'lsa, shu ibodatning jumlasidan bo'lg'achqa ibodat degan bo'ldi. Nusuk degan. Mutanassik degan ibodatkuy bo'lib olgan. Mutafaal vazni nimada kirdi? Takallub ma'nolarida kirdi. Asli unda emas. Degan shunda bo'lib olgan. Fal jahilu yughirru an-nasa binusuki. Chunki jahil degan o'zining qilgan ibodati bilan kishilarni aldaydi. Val alimu yughirruhum bitahattukihi. Alim bo'lsa o'zini rasvo qilish orqali kishilarni ashuni ozdirdi. Biz bu qilsak bo'ldigan falan damillam qildigan-ku deb ozdirib ketib qoladi. Qasama deganni kasara dedik. Qasama zahri o'shtivatdi. Sundiribdi degan. Yani qasama zahri degan meni beram qildi. Halaq qilyapti degan bo'ldi. Va kam qasamna min qaryatin. Yani ahlakna degan. Yana ba'zi ulamolarning al-awasimu min al-qawasim deb kitib. Halaq qilyaptigan narsalardan saqlab qolguchi narsalar. Wallahu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.